Assalamu alaykum. Mavzuyum ikinci qarar haqlıq taam pişiriq salonidagi barliq azizlar. Bugun o'tilmoqchi bo'lgan darsimiz bozor bo'lgisi, ya'ni 7 xil shaklli bo'lgi pishirish usulini o'rganamiz. Bunun kerak materiallar bo'lsa, shekadan 100 gram sheka, 2 dona tuxum, 8 gram sun'iy xamir turush, 2 gram ko'p turgisha, potafini 2 gram, 8 gram xamir turush, 3 gram tuz. Tuzdan 3 gram, sütün ilman süt, 250 gram ilman süt, undan 1 kilo. Muş materiallar ketidi hanımlar. Endi xamirini yoğurishga başlaymiz. Biz oldi bilan 1 kilo unimizni quruq bo'lgan bir qachimiz sovagandan keyin xamir turush, tuz, ko'p turgishni unga to'kyapmiz. Uningdagi buning ustiga mavi shakarimizni to'kib, tashshi aralashtirib olamiz qizlar. Bundan aralashtirib olgandan keyin unimizniki o'ttirsini ichib 2 tal tuxumni to'kdik. Buning ustiga ma sutimizdan yarmini quydik, hammasini qo'ymaymiz. Undan keyin buni o'mallab turib, xamir yo'g'irishga boshlaymiz. Sutimizni az-azdan quyib turib, xamir yo'g'ira olamiz, xonimlar. Mana qizlar, bu xamirimizni yo'g'irish uchun az-azdan sutni quyib turib, 500 millilitr, yani yarım kilo süt ketdi hanımlar. Şunun için her şu sütünü az-azdan quyib turib xamir yo'g'iramiz. Ma'u barliq materiallarni tayyor qilgandan keyin süt yoki ilman suvni quyib xamir yo'g'asak bo'ldi qizlar. Bu sütimizniki, ketgan sütimizning az ko'pligi mushu tuxumimizning cho'ng kichigi bilan munosabatli. Tuxumimiz cho'ngroq bo'lsa ozroq süt ketadi. Kichikroq tuxum bo'lib qolsa, jiqaroq süt ketadi hanımlar. Managa yarım kilo süt ishlatdik. Endi buni ustini maylab ko'ptirishga qo'yib qo'yamiz. 2 soatdan keyin ko'pgandan keyin buni ishlashga boshlasak bo'ldi. Mana hanımlar 2 saatdan keyin bizning bu xamirimiz mushundoq ko'pib chiqibdi hanımlar. Endi biz buni 100 gramdan uzib, zugul chiqarib, shakl chiqaramiz hanımlar. Mana qizlar, biz 16 parcha zugul qildik. Endi buni shakl chiqargandan keyin ko'raylik. Endi biz tayyor qilib qo'ygan bo'lgimizniki 2 tal zugulchisini olib, har bir zugulchini mushundoq üzimiz, üzib 10 gramdan üzüp 15 tal kichik zugulchi üzüp olamiz. Ondan keyin 33 gram üzüp manadek shakl chiqarish uchun yasalamiz. Biz mushundoq bir shakl chiqarmoqchi. 10 gramdan üzüp birinchi qadamda 5 talni, ikkinchi qadam 4 talni, uchinchi qadam 3 tal, 2 tal, 1 tal qilib üzüm shaklida chiqarmoqchi xonimlar. Miyaga tizimiz. Bunu tizganda mushu zugul qilganligi yerini ostini keltirib turib chiroyli qilib tizing. 5 tal zugulchimizni tizgandan keyin har 2 tal zugulchining o'ttirsiga 1 tal zugulchidan qo'yib, ikkinchi qatimda mush 4 talni tizib olamiz. Uchinchi qatimda yana mushunda qilib o'ttirsiga kelib 3 talni tizib olamiz. Ondan keyin mana 2 talni tizimiz. Eng oxirsida 1 tal zugulchimizni tizib olamiz. Mana üzüm shakl keldi. Ondan keyin lag'man pilsidek qilgan xamirimizni mushu o'ttirsiga lag'man pilsidek eshib olgan xamirimizni mushunda qo'yib oldik. Buning cho'rsiga minasiga qilib qo'yib oldik. Ham buniki üzümninki yupurmog'ini chiqaramiz. Yupurmog'ini chiqarish uchun bir tal xamirimizni mushuna besib, mushuna yumloqlab olgandan keyin, ondan keyin ma'u qiliblarimizniki yupurmoq shakllik qilibimizni qo'yib bosamiz. Besib buni shaklini chiqaramiz. Mana qizlar shaklini chiqarib bo'lgandan keyin ham üzümniki yupurmog'i sal nimamiz mushani chimdib qo'yamiz xonimlar. Mushundoq shakl chiqarib buni mush o'ttirsiga qo'yamiz mana. Shuning bilan bizning üzüm shaklimiz mushun bilan bitdi. Endi ikkinchi xil shaklni keltirish uchun bir tal zugulchimizni mush lag'man pilsidan ashgandek eshib olgandan keyin buni mushundoq olmaymiz. Bunu mushundoq olmagandan keyin, olma bo'lgandan keyin ma uchini ostidan akilamiz. Ma uchini to'pidan akib, ikkisini uchini chimdib birlashtiramiz. Undan keyin ichi poturib, mushundoq bir shakl chiqaramiz xonimlar. Ama bu şekillerimizni bo'lisimizga tizib oldik.
Üçüncü bir xil şeklini çıkırış için bir tal zügülçümüzni elip, muşundaq 4 ças halatda yeyip olgandan keyin bunu muşundaq ma tarafdan mına kesimiz, bu yerden ekilip muşundaq halatda kesimiz. Kesip bolgan keyin ma uchini tatib ekilimiz. Tatib muşuna qilamiz. Bunun o'tirsiga mavu gulqan qo'ydik. Har kim murabba qo'ysangiz bo'ldi. Jumla qo'ysangiz bo'ldi. Muşundaqsiga basımız hanımlar. İki tarafını ekip besip koyduk. Buna bir xil şekil çıktı. Ha buna kızlar bu. Üçüncü xil şekilimizni yasadık. Ha buna kızlar üçüncü xil şekilini yasap bulduk. Bunun otursa her kim öz yaxşı görgen murabba her xil yemişlentisi buldu hanımlar. Hem dördüncü xil şekil kelsek xamirimizni muşundaq yumulaq holatda içib olgandan keyin otursa ma gulqanni muşundaq yumulaq qilib oldik. Nefis yalpaqdab. Bunu otursa koyduk. Onun için bu çöğürlerini tügümüze hanımlar. Buna tügümüz. Tügüp olduk buna. Tügüp teyak olduk. Hem de bunu öreyimiz. Örüp besip teyak kılımız. Hem de bunu tügüp olgandan keyin şu piçiğimizin yardımıyla kesimize hanımlar. Kesip şekil çıkarımız. Şunda kesip şekil çıkarımız bunu. Buna. Bu dördüncü xil şekil bo'ldi hanımlar. Mana. Beşinci xil şekilni keltirish uchun bir tal zugulchimizni elib, mushundaq 4 chas holat echib olgandan keyin mush pichog'imizning yordamida mush 4 tarafini kesib olamiz. Keskanda mush o'rtasidan 1 sm orliqni kesmay qo'yib qo'yamiz. Mushundaq kesib olgandan keyin buni uchini tatimiz hanımlar. Mana shundaq tatib turib, mana o'tirsa o'zimiz yaxshi ko'rgan har xil murabba yoki mushu gulqanlarni qo'ysak bo'ldi. Mana qizlar men gulqanni qo'yib qo'ydim. Endi mana uchini akab, ikki uchini akab chimdiymiz, chimdib shakl chiqaramiz. Mana uchini akilib, miya qo'yib shakl chiqaramiz, mana. Mana shakl chiqarib olamiz. Shaklni chiqarib bo'lgandan keyin buni o'tirsa bir tal badam meyg'izini bundoq potirib qo'ysa bir xil chiroyli shakl bo'ldi, xonimlar. Mana 5-xil shaklimiz bitdi. Hem 6-cı xil şeklini çıkarış için bir tane zugulçumuzu elip nefis qilib yeymiz bunu. Bunu muşunda yeyip olgandan keyin muşu pichiqimizning yordami bilan beshidan tatib oyoqgacha muşu 1 sm kenglikda kesib olamiz. Kesib olgandan keyin muşu bir tarafidan tatib buni jo'ygashga boshlaymiz. Örme bolkimiz bor, shuni o'xshash jo'gaymiz buni. Bunu jo'yganda bo'sh holat jo'gaymiz xonimlar. Mana jo'gab bo'ldik. Endi mana bir uchini ekilib Muşunda sil qo'ysak bo'ldi mana. Bizningki 6-cı xil shaklimiz bitdi, xonimlar. Bu bir xil shakl bo'ldi. Endi biz 7-ci bir xil shaklni chiqarish uchun bir tal zugulchimizning o'rtasini besib, mushu girdanlarning shakli chiqaramiz, xonimlar. Mana o'rtasini besib otgandan keyin mush o'rtasiga chekichimiz bilan chekishuramiz. Undan keyin mush cho'rsini mush pichig'imiz bilan kesib chiqamiz, xonimlar. Mana. Mushunda Endi agar janda siz 8-ci bir xil shaklni chiqarmoqchi bo'lsangiz, mushu chochni o'rgandek o'rib olgandan keyin buni yumaloq shakl akilib, mush ikki tarafini besib, nab qo'ysangiz mana 8-ci bir xil o'rilgan bo'lk pishib chiqdi, xonimlar. Buni o'rishni o'rganda qo'ysak, o'rilgan bo'lka deb. Mana shunday qilsak 8-ci xil shaklimiz bitib chiqdi. Hammasini tayyor qildik. Endi buning yuziga tuxumning serig'i bilan sutni qo'yib, shakl berish uchun qiyam hosil qilib olamiz. Hem bunun yüzü sürkeş için 3 tamak qo'shiq sütge bir dana tuxumniki serig'ini qo'shdik. Onunğa yana azroq suyag'ini temitib, buni aralashtirib biz mushu yüzü sürkeş için qiyam hosil qilib olamiz, aralashma tayyor qilib olamiz. Abaydan tayyor qilib olgan birinchi qatimdagi buni üzümlerimizni, bolkalarimizni biz shu duxovkani 100 C gradusda tashab qo'yib, sap qo'yganda mushuna ko'pibdi. Hamda buning o'ziga abaydan tayyor qilib olgan Moşu, sütümüzdeki süt, tuxum, azroq yağ qo'ygandik. Mush aralashmani maning yuziga surkaymiz, buning paqiraq chiroyli qizarib pishib chiqish uchun. Hammasini yuziga surkab chiqamiz. 200 C gradusda tashab qo'ydik. Bu 15 minutda 20 minut atrofida pishib chiqadi. Har kim o'ziniki duxovkasining amaliy ahvoliga qarata mushu tangshab pishasi bo'ldi, xonimlar. Endi biz ma tayyorlab olgan yana bir bolkalarimizning yuziga miylab shakl beramiz buning ustiga.
Mana o'xshash raslavganimizning o'tirsiga qora oq kunjutni sepib qo'ydik mana. Mana ham sepimiz. Mana bu şekillerimizge şu günjutlarni sepib şekil berib chiqdik. Mana qizlar bizning bolkalarimiz pishib chiqdi. Hem ikinci bolkamizni to'qibga solamiz. Endi biz bu pishib chiqqan bolkalarimizniki yuziga surkash uchun sharbat tayyorlaymiz. 100 gram şekerimizga 100 gram su quyib, iliman qaynoq suvni quyib, aralashtirib buni eritib olamiz. Buni eritib olgandan keyin mush bolkalarimizning ustiga temitib, paqroq tatliq chiqarish uchun bezaymiz, xonimlar. Mana qizlar bolkamizni bezab bo'ldik. Bu shunchalik yeyishlik va shunchalik ko'rkam bo'lgan bir bolkalar bo'ldi, xonimlar. Bolalaringizlar qilib beringizlar. Bolalarni yaxshi tush ko'rib yeydigan, bozor so'simi bozorda yeyish xaridosi ko'p bo'lgan bozor bolkasi mushuning bilan tamom bo'ldi. Ko'rishgacha omon bo'lingizlar, qizlar.